Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men 12 oktyabrdan boshlab 60 yoshdan oshgan pensionerlarga taalluqli bo'lgan juda muhim taqiq va cheklovlar haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buyimiz, bobomiz yoki nafaqadagi yaqinimiz bor. Agar bu o'zgarishlarni vaqtida bilmasangiz, oddiy hujjat, bank kartasi, pensiya to'lovi, subsidiya, imtiyoz yoki tibbiy xizmat masalasida muammoga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki men bugun gapiradigan narsalar ko'pchilik bilmaydigan, lekin amalda juda kerak bo'ladigan ma'lumotlardir. Men avvalo masalaning asosiy mohiyatini oddiy qilib tushuntiraman. 12 oktyabrdan boshlab 6 yoshdan oshgan pensionerlar uchun ayrim amaliy jarayonlarda yangi tartiblar kuchaytirilmoqda. Bu hamma pensionerlarga hamma narsa taqiqlandi degani emas. Bunday vahimali gaplarga ishonmang. Gap shundaki, pensioner nomidan bajariladigan ayrim harakatlar, ayniqsa pul mablag'i, bank kartasi, ishonchnoma, kompensatsiya, imtiyozli to'lovlar va davlat xizmatlari bilan bog'liq jarayonlar endi yanada qat'iy tekshiriladi. Ya'ni oldin ba'zi ishlar og'zaki kelishuv, oddiy ariza yoki yaqin qarindosh orqali osonroq bitgan bo'lsa, endi ko'proq shaxsni tasdiqlash, rozilikni aniq olish, hujjatlarni to'liq tekshirish va firibgarlikning oldini olishga e'tibor kuchayadi. Oldin qanday edi? Masalan, pensionerning bank kartasini o'g'li, qizi yoki nabirasi olib yurardi. Pensiya tushgan kuni bankomatdan pul yechib, keyin uyga olib kelib berardi. Ko'p oilalarda bu normal holat, lekin shu bilan birga amaliyotda shunday holatlar ham bo'lgan. Pensionerning kartasidan pul yechilgan, lekin pul egasiga to'liq yetib bormagan. Yoki pensionerning nomidan kredit olingan. Yoki nafaqadagi odamning roziligisiz telefon raqamiga onlayn xizmatlar ulangan. Yoki kimdir uning nomidan ishonchnoma rasmiylashtirib, imtiyozli to'lovlarni o'zlashtirgan. Ana shunday xavflar sabab endi 30 yoshdan oshgan insonlar bilan bog'liq moliyaviy va huquqiy harakatlarda tekshiruv kuchaytiriladi. Endi nima o'zgardi? Eng asosiy o'zgarish shuki, pensionerning shaxsan roziligi va haqiqiy xohishi muhim bo'ladi. Agar biror hujjat, to'lov, pul yechish, ariza, imtiyoz yoki xizmat pensioner nomidan amalga oshirilayotgan bo'lsa, bu odam haqiqatan rozi bo'lganmi? U nima qilinayotganini tushunyaptimi? Unga bosim o'tkazilmayaptimi? Hujjat to'g'rimi degan savollar tekshiriladi. Men buni taqiq deb atalayotgan joyini ham tushuntiraman. Taqiq asosan pensioner nomidan noqonuniy, tasdiqsiz, shubhali yoki hujjatsiz harakat qilishga qaratilgan. Ya'ni qonuniy yo'l bilan, to'liq hujjat bilan, pensionerning roziligi bilan ish qilinsa, hech kim uning huquqini cheklamaydi. Endi kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda 60 yoshdan oshgan, pensiya olayotgan va bank kartasidan foydalanadigan insonlar bu ma'lumotni bilishi kerak. Agar sizning pensiyangiz plastik kartaga tushsa, kartani o'zingiz ishlatsangiz va pin kodni o'zingiz bermasangiz, katta muammo yo'q. Lekin kartani boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, masalan, farzandingiz, qarindoshingiz yoki qo'shningiz har oy siz uchun pul yechayotgan bo'lsa, ehtiyotkorlik kerak. Chunki endi bunday holatlarda bank yoki tegishli tashkilot pensionerning shaxsan roziligini so'rashi, ishonchnoma talab qilishi yoki shubhali operatsiyani vaqtincha to'xtatishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 37 yoshli pensioner ayolni tasavvur qilaylik. Uning pensiyasi oyiga 1.600.000 so'm. U bankomatdan foydalanishni yaxshi bilmaydi. Shuning uchun kartasini nabirasiga beradi. Nabirasi har oy pulni yechib beradi. Agar hammasi halol bo'lsa, muammo yo'q. Lekin bank tizimi bir oyda bir necha marta kartadan turli joylarda pul yechilganini, internet orqali to'lovlar qilinganini yoki kredit to'lovlari amalga oshirilganini ko'rsa, bu shubhali holat bo'lishi mumkin. Shunda pensionerning o'zi chaqirilishi, shaxsiy tasdiq so'ralishi yoki karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Bu pensionerni jazolash uchun emas, uning pulini himoya qilish uchun qilinadi. Ikkinchi misol. 2 yoshli ota pensiyasini oladi, lekin sog'lig'i sababli uydan chiqa olmaydi. U o'g'liga borib pensiyamni olib kel deydi. Oldin ba'zan bunday ishlar norasmiy tarzda bajarilgan. Endi esa to'g'ri yo'l shuki, o'g'il banka yoki tegishli tashkilotga borishdan oldin qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish kerak.
ishonchnomada aynan qaysi huquq berilayotgani yozilishi lozim. Pensiya olishmi, bank hisobini yuritishmi, hujjat topshirishmi yoki davlat xizmatidan foydalanishmi? Agar ishonchnoma umumiy, tushunarsiz yoki muddati o'tgan bo'lsa, tashkilot rad etishi mumkin. Bu ham taqiqning amaliy ko'rinishlaridan biriga. Pensioner nomidan hujjatsiz ish ko'rish mumkin emas. Uchinchi misol, olingan yoshli ayol hali ishlayapti, lekin yosh bo'yicha pensiyaga chiqqan. Unga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, sizga qo'shimcha kompensatsiya chiqdi. Kartangiz raqamini ayting, SMS kodni ayting deyishadi. Mana shu eng katta xavf. Ko'plab firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ko'pincha davlat idorasidan qo'ng'iroq bo'ldi deb ishonib qoladi. Endi rasmiy tartiblar kuchaygani sababli davlat organlari, banklar va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bunday holatlarda yanada ehtiyotkor bo'lishi kerak. Men tomoshabinlarga aniq aytaman. Hech qachon SMS kodni, bank kartaning orqa tarafidagi raqamni, PIN kodni, pasport ma'lumotlarini telefonda aytmang. Haqiqiy davlat xodimi sizdan kartaning PIN kodini so'ramaydi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar pensioner o'z hujjatlarini tartibga solgan bo'lsa, pasport yoki ID karta amalda bo'lsa, bank kartasi o'zida bo'lsa, pensiya qonuniy hisobiga tushayotgan bo'lsa, hech qanday yashirin kredit yoki shubhali ishonchnoma bo'lmasa, vahima qilish shart emas. Bu tartiblar pensiyani bekor qilish, 6 yoshdan oshganlarni bankdan chiqarib yuborish yoki imtiyozlardan mahrum qilish degani emas. Aksincha, maqsad pensionerning huquqini himoya qilish. Lekin tartibni bilmaslik muammoga sabab bo'ladi. Masalan, hujjat muddati o'tib ketgan bo'lsa, bank operatsiyasi to'xtashi mumkin. Telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, tasdiqlash kodi pensionerga emas, boshqaga borishi mumkin. Kartani begona odam ishlatsa, pul xavf ostida qoladi. Yana bir muhim masala, 60 yoshdan oshganlar orasida hamma bir xil emas. Kimdir faol ishlaydi, telefon va internet bankdan bemalol foydalanadi. Kimdir esa kasal. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi, eshitish past, bankomatdan foydalana olmaydi. Yangi tartiblarni tushunishda shu farq muhim. Mustaqil harakat qila oladigan pensionerlar o'z ishlarini o'zlari rasmiylashtirishi kerak. Yordamga muhtoj pensionerlar esa yaqinlari orqali ish qilishi mumkin. Lekin bu yordam qonuniy shaklida bo'lishi zarur. Ya'ni men uning o'g'liman deyish yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Kerak joyda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma yoki yashash joyi bo'yicha hujjat so'raladi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Taqiq yoshning o'ziga emas, shubhali harakatga qaratilgan. Ya'ni odam 6 yoshdan oshdi degani, u endi o'z pulini ishlata olmaydi degani emas. U bankka borishi, karta ochishi, pul yechishi, shartnoma tuzishi, uy-joy sotishi, sovg'a qilishi, meros masalasini hal qilishi mumkin. Lekin agar tashkilot xodimi pensionerning holatida bo'lsin, aldov, tushunmaslik yoki majburlash alomatlarini ko'rsa, qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Bu ayniqsa yirik moliyaviy operatsiyalarda muhim. Masalan, uy sotish, katta miqdorda pul o'tkazish, kredit olish, kafillik berish, ishonchnoma berish. Ikkinchi nozik jihat, qarindosh bo'lish avtomatik huquq bermaydi. Ko'pchilik men qiziman, men o'g'ilman, men kelinman, men nabiraman deb o'ylaydi. Lekin qonuniy amaliyotda pensionerning nomidan ish qilish uchun hujjat kerak. Masalan, 75 yoshli onaning pensiya kartasi kelinning qo'lida. Kelin har oy xarajat qiladi, dori oladi, kommunal to'laydi, oziq-ovqat oladi. Oilada hamma rozi bo'lishi mumkin. Lekin agar keyin boshqa farzand onamning puli noto'g'ri sarflangan deb shikoyat qilsa, kelin barcha xarajatni isbotlab berishi kerak bo'ladi. Shuning uchun men maslahat beraman. Agar siz pensionerning pulini boshqarayotgan bo'lsangiz, xarajatlarni yozib boring, cheklar saqlansin, katta to'lovlar bo'lsa, pensionerning roziligi aniq bo'lsin. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma ham hamma muammoni avtomatik hal qilmaydi. Ishonchnomaning muddati bo'ladi, vakolat doirasi bo'ladi. Ayrim ishlar uchun alohida ruxsat talab qilinadi. Masalan, hujjat topshirish vakolati bankdan pul yechish vakolatini bermasligi mumkin. Pensiya olish vakolati uy-joyni sotish vakolatini bermaydi. Davlat xizmatlaridan foydalanish vakolat kredit olishga yetmasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma yozilayotganda umumiy gaplar bilan cheklanmaslik kerak. Notariusga aniq ayting, men falon odamga falon tashkilotda falon ishni qilish huquqini bermoqchiman. Shunda keyin eshik yurib ovora bo'lmaysiz. 4-nozik jihat,
pensionerning sog'lig'i va muomala layoqati masalasi. Agar inson yoshi katta bo'lsa ham aqli raso nima qilayotganini tushunsa, u mustaqil qaror qabul qiladi. Hech kim uni faqat yoshi uchun cheklay olmaydi. Lekin agar u og'ir kasallik sababli qaror qabul qila olmasa, hujjat mazmunini tushunmasa, xotirasi jiddiy buzilgan bo'lsa, unda vasiylik yoki homiylik masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu juda nozik mavzu. Bunday holatda qarindoshlar o'zaro kelishib, qonuniy tartibda tibbiy xulosa, sud qarori yoki vakolatli organ hujjatlari orqali harakat qilish kerak. Oddiy qilib aytganda, kasal odam nomidan pul yechish, uy sotish yoki kredit olish eng xavfli holatlardan biridir. Keyin bunday bitimlar bekor qilinishi, jinoiy ish ochilishi yoki oilaviy nizolar kelib chiqishi mumkin. 5-chi nozik jihat, onlayn xizmatlar. Hozir ko'p ishlar telefon orqali bajariladi. Bank ilovasi, davlat xizmatlari portali, kommunal to'lovlar, subsidiya arizasi, tibbiy navbat, soliq va kadastr xizmatlari hammasi raqamli tizimga o'tyapti. Pensionerning telefon raqami kimning nomida? SMS kod kimga keladi? Ilovaga kim kiradi? Mana shu savollar juda muhim. Agar pensionerning bank kartasi o'zida bo'lsa, lekin telefon raqami nabirasi nomida bo'lsa, muammo paydo bo'lishi mumkin. Chunki tasdiqlash kodi nabiraga keladi. Operatsiyani kim qilgani noma'lum bo'ladi. Men bunday oilalarga maslahat beraman. Pensionerning asosiy telefon raqamini uning o'z nomiga rasmiylashtiring. Bankdagi raqamni yangilang. Keraksiz ilovalarni o'chirib tashlang. Parollarni tartibga soling. 6-nozik jihat, taqiq degan so'zdan firibgarlar foydalanishi mumkin. Ular qo'ng'iroq qilib, 10 oktyabrdan sizning kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz to'xtaydi. Hozir kodni ayting. Biz qayta ro'yxatdan o'tkazamiz deyishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Hech qanday rasmiy qayta ro'yxatdan o'tish telefon orqali SMS kod aytish bilan qilinmaydi. Agar sizga shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying. Keyin bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki eng yaqin filialga boring. Davlat organ nomidan kelgan havolalarga bosmang. Telegram yoki SMS orqali kelgan anketa to'ldiring degan linklarga ishonmang. Pensionerning pulni himoya qilishning birinchi qoidasi shoshilmaslik va tasdiqlanmagan odamga ma'lumot bermaslik. Endi aniq amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: hujjatlarni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi amaldami, muddat o'tmaganmi, familiya, ism, hujjatlar bir xil yozilganmi, yashash manzili to'g'rimi? Bankdagi ma'lumotlar yangimi? Agar pasport eski bo'lsa yoki ID karta olinmagan bo'lsa, ichki ishlar bo'limi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Hujjatdagi kichik xato ham keyinchalik pensiya, bank yoki davlat xizmatida to'siq bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam: bank kartasi va telefon raqamini tartibga soling. Pensionerning kartasi o'zida bo'lsin. PIN kod qog'ozga yozilib, karta bilan birga saqlanmasin. Agar yaqin kishi yordam berayotgan bo'lsa, buni oilada ochiq kelishib oling. Bankka borib, asosiy telefon raqami to'g'ri ulanganini tekshiring. Agar eski raqam yo'qolgan bo'lsa, uni almashtiring. Agar karta ko'p odam qo'lidan o'tgan bo'lsa, yangisini chiqarish foydali bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'rganman. Odam kartasini bir necha yil oldin tanishiga bergan, keyin karta ma'lumotlari turli joylarda ishlatilgan. Bunday xavfni kamaytirish uchun karta yangilansin, parollar o'zgartirilsin. 3-qadam: agar pensioner o'zi yura olmasa, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Notariusga boring yoki qonunda nazarda tutilgan tartibda notarial harakatni uyda rasmiylashtirish imkoniyatini so'rang. Ishonchnomada vakolatlar aniq yozilsin. Pensiya olish, bank hisobidan mablag' yechish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, davlat xizmatlariga ariza topshirish, hujjatlarni olish yoki boshqa konkret vazifa, muddati ham aniq bo'lsin. Ishonchnomani olgan odam hujjatning nusxasini saqlasin, lekin asl nusxa yo'qolmasin. Agar vaziyat o'zgarsa, masalan, ishonchli shaxsga endi ishonch bo'lmasa, ishonchnomani bekor qilish tartibini ham biling. 4-qadam: ijtimoiy yordam va imtiyozlar bo'yicha hujjatlarni alohida papkaga yig'ing. Pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari, pasport nusxasi, tibbiy ma'lumotnomalar. Nogironlik bo'lsa, tegishli hujjat, kommunal to'lov kvitansiyalari, uy-joy hujjatlari, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar subsidiya, moddiy yordam, dori-darmon kompensatsiyasi yoki boshqa imtiyoz so'ralayotgan bo'lsa, har bir tashkilot talab qiladigan ro'yxatni oldindan bilib oling. Hujjat yetishmasa, ariza rad etilishi mumkin. Keyin
yana vaqt yo'qotasiz. 5-qadam. Shubhali holat bo'lsa, darhol yozma murojaat qiling. Masalan, pensionerning kartasidan noma'lum pul yechilgan bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Ilovada noma'lum operatsiya ko'rinsa, skrinshot qiling. Lekin kod va parollarni hech kimga yubormang. Agar kimdir pensioner nomidan hujjat rasmiylashtirganiga shubha bo'lsa, notarius davlat xizmatlari markaziy yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Arizada sana summa karta raqami oxirgi 4 raqami, voqea tafsiloti, kimdan shubhalanayotganingiz va qanday tekshiruv so'rayotganingiz aniq yozilsin. 6-qadam. Pensionerning o'ziga tushuntiring. Ko'pincha farzandlar hamma ishni o'zlari hal qilishga urinadi, lekin ota-onaga nima bo'layotganini aytmaydi. Bu noto'g'ri. Men har doim tavsiya qilaman. Pensionerga sodda qilib tushuntiring. Sizning kartangizni hech kimga bermaymiz. SMS kodini hech kimga aytmaymiz. Bankdan qo'ng'iroq bo'lsa, avval menga aytasiz, notanish havolaga bosmaysiz deb kelishib oling. Bu gaplar oddiy tuyuladi. Lekin juda ko'p pul aynan shunday ehtiyotsizlik sabab yo'qoladi. 7-qadam, katta moliyaviy qarorlar oldidan maslahat oling. Uy sotish, yer uchastkasini rasmiylashtirish, kredit olish, kafillik berish, katta pul o'tkazish yoki merosdan voz kechish kabi ishlarda shoshilmang. Notarius, advokat, bank xodimi yoki davlat xizmatlari markazdan tushuntirish oling. Agar pensionerga hozir imzo qo'ying, ertaga kech bo'ladi deyishsa, bu xavf belgisi. Haqiqiy qonuniy ishda odamga hujjatni o'qish, maslahatlashish va tushunish uchun vaqt beriladi. Bosim ostida qo'yilgan imzo keyinchalik katta muammo tug'diradi. Demak, Ominsebikiz oktyabrdan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taalluqli tartiblarning asosiy mazmuni shuki, pensionerning puli, hujjati va huquqi yanada ehtiyotkorlik bilan himoya qilinadi. Pensiyani bekor qilish yoki barcha pensionerlarga umumiy taqiq qo'yish degani emas. Asosiy taqiq pensioner nomidan roziliksiz, hujjatsiz, shubhali va noqonuniy harakat qilishga qaratilgan. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, bank kartasi xavfsiz saqlansa, ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilsa va SMS kodlar begonalarga aytilmasa, muammolarning katta qismi oldi olinadi. Men sizdan so'rayman, oilangizda 6 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugun uning hujjatlarini, bank kartasini va telefon raqamini tekshirib chiqing. Izohlarda yozing, sizning hududingizda pensionerlar bank, pensiya yoki davlat xizmatlarida qanday qiyinchiliklarga duch kelishyapti. Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish pensionerning bir oylik pensiyasini, ba'zan esa butun umr yig'an mol-mulkini asrab qolishi mumkin.